Quyidagi berilgan modulli tenglamalarni ishlashligimiz kerak. Bu tenglamalarni qanday ishlaymiz? Xo'p, boshladik. Ishlanish usuli. Har bitta modul uchun chegaraviy qiymatlar topaman. Ya'ni birinchi modulni 0 ga tenglab ishlasam, x teng -6. Ikkinchi modulni alohida 0 ga tenglab ishlasam, x teng 4. Demak, -6 bilan 4 bu bizda chegaraviy qiymatlar. -6 ni belgiladim. 4 ni belgiladim va oraliqlarni chizdim. Endi ishoralarni aniqlayman. -6 dan kichkina bo'lgan qiymatda, -6 dan kichkina bo'lgan qiymat. Birinchi modulimizning ichidagi ifoda minus ishoraga ega. Demak, birinchi modulimiz minus. -6 dan kichkina bo'lgan qiymatda ikkinchi modulimiz ham -6 dan kichkina son qo'ysam x o'rniga, ikkinchi modulimiz ham minus ishoraga, manfiy ishoraga ega. -6 bilan 4 orasida. -6 bilan 4 orasida. Misol uchun -6 bilan 4 orasida 0 bor. Birinchi ifodaga 0 ni qo'ysam musbat, ikkinchi ifodaga 0 ni qo'ysam manfiy. Demak, birinchi ifodamiz musbat, ikkinchi ifodamiz manfiy. Uchinchi oraliq 4 dan katta bo'lgan oraliqda. 4 dan katta bo'lgan ma'lum bir son, masalan 5 ni bersam bu musbat, 5 ni bersam bu ham musbat. Demak, ikkalasi ham musbat bo'ladi. Ana endi ishlanish usuli bo'yicha har bitta oraliq uchun ishlab chiqaman. Birinchi oralig'imiz -6 dan kichkina bo'lgan oraliqda. -6 dan kichkina bo'lgan oraliqda ikkala modulimiz ham minusga teng. Birinchi modulimiz ham manfiy son, ikkinchi modulimiz ham manfiy son. Modulda ichidagi son manfiy. Demak, minusga ko'paytirsam -x u -6. Ikkinchisini ham minusga ko'paytirsam -x u +4 teng 12 ga. Buni ishlaydigan bo'lsam, minusdan 2 ta x teng bo'ladi 14 ga. X teng -7 ga. Ana endi bizda chiqqan -7 degan javob ishlagan oralig'imga -6 dan kichkina bo'lgan oraliqqa tushadi. Demak, bu javobga o'tadi. Ikkinchi oraliq uchun ishlayman. Ikkinchi oralig'imiz -6 dan 4 gacha bo'lgan oraliq. Demak, chiqqan javobim shuni orasiga mos tushsa olaman. Demak, bu oraliqda birinchi modulimizning ishorasi, ichkaridagi sonning ishorasi musbat bo'lganligi sababli moduldan o'zi chiqadi. Ikkinchisini minusga ko'paytiraman, -x +4 teng 12 ga teng. Bu joyda x lar qisqarib ketadigan bo'lsa, 10 teng 12 degan tenglamani yechimi yo'q. Bo'sh to'plam, yechimga ega emas. Uchinchi oraliq uchun ishlayman. Uchinchi oralig'imiz 4 dan katta bo'lgan oraliq. Tenglamani ishlab yakunlaganimdan keyin chiqqan javob 4 dan katta bo'lsa javobga olaman. Demak, 4 dan kattada ikkalasi ham musbat ishoraga ega bo'lyapti. Demak, ikkalasini ham plyus ochaman. X +6 qo'shilgan x -4 teng 12 ga. Ishlasam 2 ta x, 2 u yoqqa o'tadigan bo'lsam 10, x teng 5 ga. 5 degan javob o'sha chegaraga tushyapti, ya'ni 4 dan katta oraliqqa mos tushyapti. Demak, tenglamaning javobi 5 u -7 tenglamaning javobi bo'ldi. Ikkinchisi endi har bitta qavsni alohida 0 ga tenglasam, x teng -4 birinchisiniki, keyingisini 0 ga tenglasam, x teng 5. Chegaraviy qiymatlarni qo'yib ishoralarni aniqlayman. -4 mana bu joyda, 5 mana bu joyda. Oraliqlarni chizadigan bo'lsam va ishorasini aniqlayman. -4 dan kichkina son. Masalan, -5 berib ko'rsam, birinchi modul manfiy, -5 berib ko'rsam, ikkinchi modulimiz musbat. Demak, birinchi modul manfiy, ikkinchisi musbat. -4 bilan 5 orasida biror bir son berib ko'raman. Masalan, 0 berib ko'rsam, bunisi musbat, bunisi ham musbat. Ikkalasi ham musbat bo'ldi. -5 dan katta oraliq uchun, -5 dan katta oraliq uchun. 5 dan katta son, misol uchun 6 bersam musbat, 6 bersam bu manfiy bo'lib qolyapti. Demak, birinchisi musbat, keyingisi manfiy. Va har bitta oraliq uchun ishladim. Birinchi oralig'imiz -4 dan kichkina bo'lgan oraliqda. -4 dan kichkina bo'lgan oraliqda birinchi modulim manfiy, ikkinchi modulimni musbat ochib ishlayman. Demak, birinchi modulni manfiy ochsam, minusga ko'paytiraman, -x -4. Ikkinchi modulni musbat ochsam, shunchaki o'zini ochaman.
modulni shunchaki tashlab yuborsam, oldidagi minus ishora ta'sir qiladigan bo'lsa, minus 5 u plus x bo'lib ochiladi. Teng minus 3 ga. Tenglamani ishlaydigan bo'lsam, x lar qisqarib ketsa, minus 9 teng minus 3 degan bo'lishi mumkin emas, bo'sh to'plam. X lar yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa, 0 ga aylanib ketadigan bo'lsa, yechimi yo'q, oxirida noto'g'ri narsa qolganligi sababli. Ikkinchi oraliq minus 4 dan 5 gacha bo'lgan oraliqda ikkala modulimiz ham musbat. Demak, ikkalasini ham musbatligicha ishlayman. X plus 4 ikkinchi modulni shunchaki tashlab yuborsam, minus ta'sir qilganda minus x plus minus 5 plus x teng minus 3 ga. Buni ishlaydigan bo'lsam, 2 ta x, 4 dan 5 ta ayrsam minus 1, yo'q o'tadigan bo'lsam minus 2, x teng minus 1 degan javob. Minus 1 degan javob rosa o'sha ishlagan chegaramizga tushyapti. Minus 4 dan 5 gacha bo'lgan oraliqqa tushyapti. Demak, bu javob bizda tenglamani yechimi bo'ladi. Va nihoyat 5 dan katta bo'lgan oraliq uchun ishlaydigan bo'lsam, birinchi modulimiz musbat, ikkinchi modulimiz manfiy. 3-oraliq. Birinchi modulni musbat ochaman x plus 4, ikkinchi modulni manfiy ochadigan bo'lsam, minusga ko'paytirsam, ikkinchi modulda orasi plus bo'lib qoladi. Demak, minusga ko'paytirsam plus 5 u minus x ligicha ochiladi, teng minus 3 ga. Bu joyda ham x lar qisqarib ketadigan bo'lsa, 9 teng minus 3 degan yechimi yo'q bo'lgan bo'sh to'plam holat keldi.